Gena bilan Cheburashka uylariga kelishdi va Gena Cheburashkaga qarab, "Men juda charchadim. Men cho'milishim kerak, terlab ketdim. O'shancha o'tda televizor ko'rib o'tir yoki nimadirlar qilib tur, lekin ana sovg'iga tegmagan. Buni birga chakamiz, tushundingmi? Iltimos, faqat chakib qo'ymagan. Nimadirlar qilib tur bo'ldi, tushundingmi? Iltimos tegma faqat." Bo'ldi, Gena menga ishonsang bo'ladi. Bemalol cho'mib chiqaver, hamma bemalol. Va Gena cho'milishga kirib ketdi. Cheburashka keyin televizor yoqdi, xabarlar ko'rdi, hayvonlar ko'rdi va zerikib ketdi. Nima qilishni bilmadi. Hozir bitta chaksam, u bilmaydi. Bitta, ikkita, uchta pizdes qolmadi. Endi nima qilaman? Endi meni Gena o'ldiradi. Voy bilat. Nima qilsam bo'ladi? Ko'zim ham qizargan. Bitta biladi, Gena biladi. Va birdan vanadan Gena ovoz chiqdi. Sochiq olib bervor. Sochiq dedimi? Sochiq. U menimcha shkafda bo'lsa kerak. O'rnimdan turaman, shkaf oldiga boraman, shkafni ochaman, sochiq olaman va Genaga borib beraman. Sochig'i olib kelganimdan keyin Genadinga borib, Genabek, Genoy, bile ismi nima edi uni? Bilet, miyam. Gena, bo'ldi, esladim. Xo'sh, men hozir senga Gena sochig'ini olib kelib beraman. Bile uzun bo'lib ketdi-yu. Gena sochig'ini olib kelib berdim. Cheburashka olib keldingmi sochig'i? Hozir 1 minut. Xonasiga kiraman. Naxi keldim o'zi bo'tga? Gena sochig'i uchun keldim. Gena sochig'ini borib oldim va hozir Genaga borib beraman. Gena, men seni oppoq sochig'ingni olib kelib berdim. Oppoqqa qo'tabama. Oddiy bo'lish kerakligini sezib qoladi. Gena, men seni sochig'ingni olib kelib berdim. Olib kelib berdimmi? Ziban hali berganim yo'q. Gena, men seni sochig'ingni olib keldim. Yo'q, uzun bo'lib ketdi. Oddiy bo'lish kerak. Gena, men sochig'ing yo'q, bu ham bo'lmaydi. Gena, men sochiq. Yo'q. Oddiy, qisqa bo'lish kerak. Gena, men naxoy sochig'ing. Naxoy meni so'qaman. Oddiy gapirishim kerak-ku. Gena, Gena, ma. Voy, vanamda krokodil.